Demak, zapis boshlandi. Boshlandi. Sevimli hayvonlar. Tepada bitta label bor ekan. Shundan boshlamizmi işte? Aya qolsam yaxshiroq bo'ladi. Mana. Sevimli hayvonlar. Buning uchun labelni oldim. Mana o'rtaga joylashdi bu hozircha. Endi sevimli hayvonlar. Birorta kuchukdimi nimadir narsasini olib qo'yamizmi? Ustoz Windows qo'shgan bo'lsa chiqadi. Menda Windows emas u. Ha, boshida Windows bo'lgan. Qulaydi. Mana Linux'ga qo'yaman. Ha, bitta emoji chiqmasligi mumkin. Uni ham qaysidir tugmani bosam chiqadi. Aniq bilmayman qaysi birligini. Windows nuqta qilasiz, menda qaysidir tugmalar chiqadi aniq. Chiqadi. Yoki matga ham qo'yib olsam bo'ladi emojini. Xo'p. Font size kattalashtiryapmiz. Nima qilsa bo'ladi? Sistemasini yo'q. Yo'q, iloji yo'q. Yo'q. Telefonda ham moslangan bo'ladi. Uni o'chirib tashlab qaytadan o'rnatilgan narsasi yo'q. Bir marta o'rnatiladi. Yangilab tursangiz bo'ladi. Sevimli hayvonlar. Buni tepaga chiqarishim uchun men pastdan yana narsalar qo'yib ketishim kerak. Skrindan tepaga chiqarib qo'ysak ham bo'laveradi. Vertikaldan topdan boshlasak, sevimli hayvonlar. Lekin bu yerda hayvon nomini kiriting degan bitta text box bor ekan. Mana buni label bu title bo'ladi. Bu o'zgarmaydi. Manami? Bu o'zgarmaydi. Bu oddiy. Qanday? Qanday? Ha, yo'q, chiroyli turadi-da. Title degani shu eng tepada turadigan nom. Kitobni o'qiyotgan paytingizda qaysidir qismi tugaydi-da, bitta bob tugaydi-da, keyin yangisi boshlanadi-yu. O'sha yerda katta harflarda yozgan joyi bo'ladi. O'sha title bo'ladi. Keyin nomni kiriting degan bitta text box. Buni to'liq qilmaymiz, chunki chekkaga yopishib qoladigan bo'lsa, muammo bo'ladi. Mana chekkada harflar ko'rinmay qolishi mumkin yoki telefon, ba'zi telefonlar mana ekrani yoni ham ekrani, lekin ko'rinib turadi. O'shana qilib yon tomonga o'tib ketishi mumkin. Shunga sal o'rtaga qaytaramiz. Foizlarga o'tkazamizda 90% berib qo'yadigan bo'lsak, bizda mana shu yerga yetib keladi. Balandlik, hozircha turib turaversin balandlik, oxirida to'g'rilaymiz. Bunga 25 kattalik menimcha yetadi. Mana bu yerga ulab olgandik buni. Mana. O'xshayapti. Text boxda endi TXB input o'zgartirdik. Yana nimalari bor ekan buni o'zgartiradigan? Hint. Hayvon nomini kiritingmidi mana bu yerda? Hayvon nomini kiriting. Ana, o'xshadi. O'xshayapti. Keyingisi nima edi? Qo'shish bilan o'chirish ekan-a? Xo'sh. Ikkita tugmadan oldin bizga hozir Muhammad Sidiq yordam beradi. Ikkita tugmani yonma-yon qo'yishim kerak. Boya o'rganib oldi. Layout. Mana layout. Nima? Horizontal emas. Aha, endi mana ikkita tugmani shuni ichiga tashlaymanmi? Yaxshi, o'rganyapsiz-a? Yaxshi. Demak, button 1 ni to'g'rilashni boshladik. Bu bizda btn add. Boya qo'shishni nima qildik? Bu yashil qilibdi biz. Orange qilaylik. Yo'q. Yashilda qolsin mana.
Xo'sh. Endi nima qoldi bizda? Plus bilan qo'shish. Plus bilan Qo'shish. mana nomini yozib qo'yaylik. Qo'shish. Qo'shish bo'ldi. Sal tekst kattalashtiraylik bu yerda. 30. Bo'ladimi kattaligi? Ha. Bo'ladi. Endi bizda width degan narsani 40% ga qo'yadigan bo'lsak, qancha bo'lar ekan? Kattaligi ham bo'ladi. Endi mana bu buttonni o'chirib turib, buni ikkita qilamiz. Va buni nomini bu nimaga kerak edi? Del. Shuni remove qilaylik, chunki kodda ham remove edi. Remove. Chopish qanaqa rangda bo'ladi endi? Qizil. Qizil. Qo'shishdi. O'chirish qo'yamiz. Mana. Joylashdimi? Joylashdi. Orasini ochamizmi ozgina? Ha. Label tashlaylik orasiga. Tozalaymiz. Ikkalasi 40% dan bo'lsa, mana bu tepadagi narsaga 90% berganmiz. Bunga qancha bo'lishi bor endi? 20. Tepadagi bilan tekis bo'lish kerak-da. Mana chekkasiga buni chekkasi to'g'ri kelish kerak. Ha, 90. Mana bu 80 edi. Bu bittasi 40 dan 20 ortib qolyapti. Orasiga 10 qo'yib yuborsak, to'g'rilanib ketadi. Width 10. Mana idealni chekkasiga to'g'ri keldi. Mana matematika qayerda kerak? To'g'rimi? Qizlarning ro'masidan Xo'sh. Biz qo'yadigan narsalarimizni qo'yib bo'ldik. Endi pastda bitta narsa bor. Bu list view. Bu list viewni qanday joylashtiramiz? Mana shu qismigacha aytalik kelish kerak. Eng pastida keyin listni tozalash bor edi. Ha, listni ro'yxatni tozalash. Shuni pastga qo'ymaylikda, nima edi bu? Ro'yxatni tozalash tepaga chiqaramiz-da, listni pastga tushiramiz. Mana tugmani tepaga chiqaramiz. Shunda foydalanish qulayroq bo'ladi. Chunki eng pastda turmaydi, tepada turadi. Bitta tugma qo'yib yuboramiz. Mana buttonni bitta pastga tushirsak ham bo'laveradi. Mana. Buni sariq qilishimiz kerakmi-da? Button tozalash. Clear. Rangi endi sariq, ya'ni ogohlantirishda bu. Tozalanib ketadi hammasini. Rounded, mana ularni ham rounded qilib qo'yaylik. Yopishib qoldi. Nima qilamiz? Mana. Bo'ladimi? Labelda height degan narsasi bor edi bizda. Labelimiz qani? Height mana. Shunga piksellarda 5 piksel berib ko'raylikchi. Qalay bo'ldi? Endi mana qo'shishda to'liq ekranga joylashadigan qilamiz hozir. Fill parentni. Agar fill parent qiladigan bo'lsam, mana bulardan ham o'tib ketib qoladi. Shuning uchun bunga 90 berib qo'yaman. Mana, tepa teng bo'ldi. Qo'shish emas endi bu. Bu tozalash. 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 Endi shunga mos emojilar qo'yib qo'yaylik. Evet. Ha, sizda chiqadi u. Menda Windows emas deb aytayapman. Evet. Chiqmadi bitta. Evet, emoji. Matn qidiramiz unda. ADD. Qani qo'shish?
Yana bitta eng zo'r yo'li mana. Telegramga o'tasiz, 2 nuqta qo'yasiz, addni bosasiz. Qo'shish chiqish kerak emas, plus chiqmayapti. Plus mana. Plusni olasizda, keyin App Inventory'ga o'tib tashlab qo'yaveramiz. Qanday bo'lib qoldi? Ha, bu yoqda chiroyli chiqdi, bo'ldi. Endi o'chirish kerak bizga. O'chirish delete midi? Mana. O'chirishga o'tib, buni ham aytib qo'yamiz. Bu ham chiroyli chiqdi. Ko'rinmay qoldi. Shu qorasi bormi ekan? Delete. Bo'ldi. Remove. Bo'ldi, qizilda qolaverar ekan. Bo'ldi qilinglar-ey. Yig'ishtiring, darsimiz hozir. Kuladigan narsa emas. Sizga hozir yoningizda dars o'tilyapti. Tushunarlimi? Delete'ligicha qoldi. Keyin esa clear. Bizga boyagi savatcha bor edi-ku. Del'dagi savatcha bo'ladi. Tozalash. Ana. Ko'nkalar bilan bo'ldi. Mana yozuv kichkina bo'lib qolmadimi? Yo'q. Bo'laveradi. Endi qiladigan ishimiz bizda list view ni to'g'irlash. List view da nimalar qilamiz? Hayddan o'sha full bari. Font type height ni endi biz fill parent qilib qo'yamiz. Shunda mana ekranni pasini to'liq egallab oladi. Oq qo'ysa Oq bo'ladi. Mana endi to'g'rilaymiz. Background. Seriya graydan qo'ysa bo'ladi shu kerak. Graydan sal oshiqroq qilsak, sal oshiqroq qilsak. Mana. Bo'ldimi? Endi element color qorada turgani yaxshi. Hazillashibman. Mana turar ekan. Element margins width. Mana shu narsa bizga rosa kerak bo'ladi battlelar orasida, lekin yo'q edi. Ya'ni ikkita elementlar orasida qancha bo'sh joy bo'lsin degan. Element margins. Ya'ni birinchi element bilan ikkinchisining orasida qancha bo'sh joy bo'lishi kerak. Shunga biz 2 berib ko'ramiz hozircha. Font size. Yaxshi, font detaillar ham joyida turibdi. Height. Fill parent qildik buni. Image yo'q. List view layout. Mana horizontal text bo'lishi kerak, bu joyida turibdi ham yo'g'i. Orientation, ya'ni qanaqasiga joylashtirib ketsin. Vertikal deb yozsangiz tepadan pastga qarab tushib keladi. Horizontal bo'lsa chapdan o'ngga qarab yozib ketadi elementlar. Tepadan pastga qarab tushgani yaxshi. Bizda deyarli hamma narsalar joyida ekan. Mana listga mana bu yerda ma'lumot ham qo'shsak bo'lar ekan. Okay. Xo'p, endi qo'shishdan boshlaymiz. Qo'shish. Button add bosilgan paytda nimalar bo'lishi kerak? Avval list ochish kerak. Nimaga hech kim eslatmadi shuni? List ochamiz, bu. Endi animals bo'ladi. Animals. Endi bunga list ochishimiz kerak. Create empty list. Tugma bosilganda listga qo'shishimiz kerakmi? Xo'sh. Qachon qo'shishimiz kerak endi? O'sha narsani ham o'ylaymiz hozir. Tugma bosilganda biz qo'shishimiz kerak. Ya'ni qo'shyapmiz. Mana bu animals degan listga nimani qo'shmoqchimiz? Hop, mana. Inputni, tekstini qo'shmoqchimizmi? Siz nima qilyapsiz hozir darsda gapirib? Tekstdagi ma'lumotni qo'shyapmiz. Endi qo'shganimizdan keyin mana tekstni tozalab ham qo'yish kerak. Ya'ni boya olmani qo'shganimizdagi olma qo'shilib yana joyida qolib ketdi yozuv.
O'shani tozalash uchun nima qilamiz? Set text tanlaymizda, endi bunga bo'sh text berib qo'yamiz. Bo'sh text berib qo'yamiz, bo'ldi. Endi list view degan narsamizni topib olamiz biz mana. Bu yerdan sal pastroqqa tushsak, mana elements bor mana. List view font size emas, elements. Shuni ichiga biz listni berib yuboradigan bo'lsak, listning ichidan nimalar bo'lsa, hammasi chiqishi kerak. Mana hayvonlar, masalan, birinchisi kuchukdan boshlaymiz, chunki mana yerda ikonkasi ham turibdi. Qo'shildimi? Sal ishlashimiz kerak ekan ranglar bo'yicha. Lekin ma'lumot tozalandi mana bu yerdan. Kuchuk, keyingisi tovuq, hali o'chirishga o'tganmiz. Mana. Mana shu joyda turib tursa, endi ranglarni to'g'rilab kelamiz. Endi bunda bir nechta ranglar bor. Birinchisi bu o'sha list viewda orqa foni. Keyingisi divider color. Bunisini qayerdan o'zgartiradi? Qani mana bunga tanlab qo'ying. Ancha o'zgarmadi. Buni joyiga qaytarib turaveraylik. Mana syncness bu narsa kerak emas ekan. Element color. Element color bizda hozir gray da turibdi ekan, qora qilib ko'ramiz avvalo. Element color orqa foni bu ekan. Ichidagi matnning rangi. Mana text color. Grayda turgan narsani biz qoraga olib o'tib ko'ramiz. Qani bizdagi? Mana. Chiroyli qo'shilyaptimi? Endi mana orasi katta bo'lib ketgan sababi bizda boya ko'rsatdim sizlarga. 2 qo'yib qo'yganligi element marginsga. Qani 0.5 qo'yib ko'ramiz shunga. Yo'q, faqat raqamlar olar ekan. Yo'q, baribir ketdi bu. Davay, ikkovlaring o'rtada turinglar. Davay. Partani tagida nimadir topib olyapsizlar, sizlar yerda turinglar. Mana. Bittalaring sal orqaroqda, bittalaring yerda o'rtada. Keyingi darsda ikkovlaring birga o'tirmanglar, xo'pmi? Hoppa, bizlar ranglarimiz tozalandi, faqat orasi katta ochilib ketdi. To'g'ri o'tiramiz. Elements marginni 0 ga qo'yib qo'yaylik. Baribir katta ketyapti bu orasi. Ha, bo'ldi. Ana orasini ochilishining sababi mana sal yaqinlashsam bilinyapti. Qara bo'lib. Ya'ni mana shu qatorga joylashyapti bu ma'lumotlar. Pastdagisi ham yana pastdagi ma'lumotlar. Ya'ni xuddi tugmaga o'xshab joylashib ketyapti bular. Ha, demak bular qatordagi narsa orasi. Qatorlarda orasi bo'lib qoladi. Daftarda ham chiziqlar bo'ladi-yu, shunaqa qator. Bular emas, nima ekan? Hali bir qator turibdi. Biz o'sha kimlar qilmoqchimiz? U anet matnlarimiz demak, shu qator orasida edi. Shunaqa. Mana tugmani ham matnning o'rtada turibdi-yu. Shunaqa joylashyapti. Shu pastidagi bo'sh joy bilan tepadagi bo'sh joy o'rtada birlashyapti-da, kattaroq bo'sh joy hosil qilyapti. Muammosi yo'q buni. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Ma'lumot qo'shilyapti bizda. Qo'shdan qo'shilib ketyapti. Nimasi?
Hadi. Qani ekranni to'ldiraylikchi. Ha, bunday aylantirsa bo'lar ekan. Tepaga sursangiz bo'ladi. Ana lug'atlarda bo'ladi-ku, tepaga qarab sursangiz surilib ketaveradi. Shunaqa bo'lar ekan. Xo'sh. Endi mana bu yerda nimaga bo'shlik qolib ketdi? Qo'shishni bosaman, hech qanaqa narsa yozilmagan bu yerda. Mana. Bo'sh narsalar qo'shilib ketyapti. Nimaga? Keluvchi darsim bor. Qanaqa dars? Ha. Vazifa bajarilsin lekin keyin narsa videoga olyapmiz hozir. Demak, qo'shishni bossak mana bu yerga bo'sh narsani ham qo'shib yuboryapti. Demak, qo'shishdan oldin tekshirishimiz kerak. O'zi ichida matn bormi, yo'qmi? Qaysi hayvonning nomi bitta harf? Hech qaysi. Eng kami ikkita harf bo'ladi, to'g'rimi? Demak, text boxdagi matn ikkita harfdan ko'pmi, yo'qmi? Shuni tekshirishimiz kerak ekan. Kontrolga o'tamiz. If else da olamizda tekshirish endi. Matematikadan katta kichik belgimiz. Katta yoki teng olamiz endi. Chunki ikkitalik harf ham bor. Bir tomonga matematikadan 2, ikkinchi tomonga endi mana bu text boxdan kelayotgan ma'lumotni uzunligi. Buni tekstning ichidan length orqali aniqlab olsak bo'ladi. Mana. Ichiga bersak, bu uzunligini aniqlab beradi. Mana. Agar rostdan ham ikkitadan ko'p bo'lsa qo'shamiz. Joyiga qaytaraylik, bu qayerda turibdi? Mana. Rostdan ham ikkitadan ko'p bo'lsa qo'shamiz. Biz boshqa if olib qo'ydik mana bu yerda. Mazlash. Mana bu if else olishimiz kerak. Rostdan ham ikkitadan ko'p bo'lsa qo'shamiz. Aks holda yo'q. Bizda dizaynga qaytib, sal pastroq qo'shsalaring, notifier degan narsa bor. Notifier. Shuni tashlaymiz. Bu ekranda ko'rinmaydi bu, ko'rinmaydigan narsa. Mana pastda chiqib turadi. Bloksga o'tamiz. Endi o'sha notifier orqali bitta eslatma chiqaramiz. Ya'ni ma'lumot kiritishing kerak bu yerga degan. Xo'p. Unda nima qilamiz? O'sha notifierni topamiz mana kod bloklari. Endi message dialog shartimiz bizga. Mana show alert, ya'ni eslatma. Eslatma chiqaramiz. Qanaqa eslatma? Matn chiqaramiz buning ichida. Ya'ni hayvon nomini kiriting degan. Endi sinab ko'ramiz. Chiqdimi? Chiqdi. Endi show alertdan oldin yana nima bor edi? Warning bor yana bitta. Ha, buni sinab ko'ramiz endi. Nima bo'ldi bunga? Yo'q. Alert, lon. Amaka qo'yadikmi buni? Bu ishlamasa ekan. Alert qo'yamiz ekan. Ha. Bo'ldi, bizda hayvon qo'shish ideal bo'ldi. Endi tozalash qilib ko'ramiz. Tozalashni bosam, to'liq o'chirib olish kerak, to'g'rimi? Hammasini o'chirib olish kerak. Mana btn clear. Agar mabodo shuni bosib qo'yadigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Listning ichidan sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizda bu shatish bor edi. Reverse, append, replace, length, make. Delete o'zi yo'qmi ekan bu yerda? Remove bor. Lekin
Aynan o'chirish yo'q bo'ladigan bo'lsa, listni qaytadan tozalab qo'yamiz. Bo'ldi, muammo emas. List remove list item. Hammasini tozalab olish iloji yo'qmi? Hop. O'zgaruvchilar set animal style'imizda list ichidan bo'sh list qilib yuboramiz, shuni bo'ldi. Agar tozalash yo'q bo'lsa. Va mana bu list viewer'ga chiqarib qo'yamiz. Tozalandimi? Mana. Endi bittasini tanlab turib o'chirishni ko'ramiz. Masalan, bizda it bor deylik. Keyin tovuq bor deylik. Aynan men tovuqni tanlab turib o'chirishni bossam, tovuq o'chib ketishi kerak. Buni tayyorlash juda ham oson. Bizga o'chirish blokidan kodlar terish kerak bo'ladi. Ya'ni remove. Bitta remove bosilsa, tekshirishimiz kerak avval. Nimani tekshirishni hozir ko'ramiz. If ni o'zi yetadi. If else'ligini olaveraylik. If. Mana bu pastdan qaysi birini tanlaganimizni tekshiramiz avval. Ya'ni rostdan tanladimi, yo'qmi? Ya'ni list view ga keladigan bo'lsak, bizda mana bu bloklarning ichidan sal pastga tushadigan bo'lsak, selection degan qismi bor. Biz qaysi birini tanlagan bo'lsak, o'sha selectionga indeks yozilib qoladi. Masalan, hozir itni tanlagan bo'lsam, 1 tanlanib turadi selectionda. Agar tovuqni tanlasam, selection 2 bo'lib qoladi. Agar hech narsa tanlanmagan bo'lsa, 0 turadi selection. 0 dan biz tekshirib olishimiz mumkin. Tanlandimi, yo'qmi? Ya'ni matematika tenglikdan teng emas. Mana buni qiymati 0 ga teng bo'lmasligi kerak. 0 ga teng bo'lmasa, demak nimadir tanladi. O'shani o'chirib tashlaymiz. Listdan ma'lumot o'chirish qaysi bir edi? Remove midi? Mana. Remove ga mana bu listni olib kelamiz. Mana list. Mana shu listning ichidan indeksni o'chirish kerak. Aynan mana bu selectiondagi narsani. Agar hech narsa tanlamagan bo'lsa-chi, mana bunaqa notifier chiqarib qo'yamiz. Hayvonni o'chirish uchun biror hayvonni tanlang. Mana. Endi sanab ko'ramiz. Tovuqni tanlab o'chirishni bosdim. Cannot accept the arguments deyapti. Nima dedi bu? Selection index mi kanki bu? O'chirganimizdan keyin hech narsani tozalamadik-ku. Ekranga chiqarmadik-ku. Duplikat. Agar mabodo o'chib ketadigan bo'lsa, keyin biz elementlarni yangilab qo'yishimiz kerak edi. Mana bu yerda bitta refresh beraman. Yana o'sha it, yana endi tovuq, yana nima bor? Yana nima bor? Mushuk. Qaysi biri yoqmaydi endi? It. Tanladik, o'chirish. Endi hech qaysi tanlanmagan, hozir o'chirishni bosib ko'raman. Mana bu yerda mana o'chirish uchun biror hayvonni tanlang deb eslatma chiqdi. O'xshadimi? Bo'ldi. Demak,